Mana 7-qismni olamiz. Oradan bir kun o'tdi. Aniqroq bo'ladigan bo'lsa, soat 10 soatcha o'tdi dedi. Mana endi tegirchilarimizni sekin olib tashlaymiz. Ko'rasizlar, yopishmasdan chiqqan. Bo'ldi, endi ozgina shakl bersak bo'ladi. Masalan, chiroyli magnoliya chiqdi. Endi biz bu magnoliyamizga chetlariga ozgina tonirovka beramiz. Teskari qilib quritasizlar. Dальше bugunimizga yana bir kuncha turishi kerak, yaxshilab qurishi uchun. Tak. Endi biz sizlar bilan hozir tonirovka berishga o'tamiz. Berish uchun bunaqa machalka kerak bo'ladi. Oddiy uyda ishlatiladigan machalka. Buni olamiz. Qo'llarimizni ozgina surib olamiz. 3 tomchi yetadi, unaqa ko'p kerak emas. Endi men har doim tonirovkani surishdan oldin tekshirib olaman. Ko'p surib olmaslik uchun. Mana kichkina farqor tuxumlariga ko'rsanglar bo'ladi. Ozgina surib olamiz. Endi qaranglar. Sekin astalik bilan uchlariga ozgina qizil berib chiqamiz. Faqat uchlariga. Tonirovka berganingizdan keyin gullilar yana ham ochilib chiqadi. Sekin berib chiqamiz. Ko'rasizlar, mana farqini. Qizil berilganmi, berilmaganmi. Tonirovka berishda hech qachon unaqa qilmaylar. Erinmaylar. Tonirovka bilan esa chiroyli chiqadi. O'zingizga yoqqan rangda tonirovka bersanglar bo'ladi. Xohlagan ranglarni tanlab, обязательно men ko'rsatib berganimdek qilishingiz shart emas. O'zingizga yoqadigan rangda, yoqadigan tonlarda bersanglar bo'ladi. Mana teylariga ham ozgina berib chiqsa bo'ladi, ko'rasizlar. Bo'ldi. Farqli magnoliyadan bo'ldi. Endi qaranglar. Yana bir sutka tursin. Bir sutka turgandan keyin hammani farqor har xil. Men har doim qattiqroq farqor qilishga harakat qilaman. Pishirganda farqoringlar qotgandan keyin bemalol uzoq qo'ysanglar bo'ladi. Tegini cho'pchani olib tashlab, tegini yopishtirib, o'zingizga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa qilib yopishtirib, keyin уже silikon qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlar, nasıl chiroyli chiqdi. Bo'ldi, shu bilan tugatsak bo'ladi. Qizlar yana 2 kun turg'izib, buni qotirib bemalol silikonga qo'ysanglar bo'ladi. Silikon qo'yishdan oldin obработка qilinglar, farqor yopishib chiqmasligi uchun. Ora-orada qotayotganini qarab tursanglar bo'ladi. Hozircha misol uchun formasi yoqmagan bo'lsa, ozgina o'zgartirib, har xil o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Agar baylar yoqmayotgan bo'lsa, yana bay qo'shib, xohlagan usulingizda qilishingiz mumkin. Обязательно men ko'rsatib bergandek shart emas. O'zingizga yoqqan qilib, qo'yningizga yoqadigan qilib. Mana shu bilan bizning magnoliyamiz tayyor. Xohlasanglar butonini ham yasashni o'rgataman sizlarga. Yoqqan bo'lsa, пальчик поставьте, пожалуйста. Juda ham xursand bo'laman. Подписка bo'lishni unutmanglar. Har kuni yangi gullarni yasashni YouTube kanalimga qo'yib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lib yuringlar.